Yangiliklar. Assalomu alaykum. Yangiliklar dasturi taqdimoti bilan studiyada Nargiza Xayrolayeva. 27-iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan bugun Toshkent fotosuratlar uyida mamlakatimiz jurnalistikasi tarixi va buguniga bag'ishlangan foto ko'rgazma tashkil etildi. Batafsil muxbirimiz Durdona Magdiyeva lavhasida so'z boradi. O'zbekiston Badiiy akademiyasi, O'z arxiv agentligi va O'zbekiston Milliy axborot agentligi tomonidan tashkil etilgan ko'rgazmada ommaviy axborot vositalari haqidagi ma'lumotlar, arxiv hujjatlari, fotomateriallar ilk bor namoyish etilmoqda. Yangi media ta'lim markazi rahbari Beruniy Alimov. O'zbekiston arxivi tomonidan tashkil etilgan mana shu unikal ko'rgazma haqiqatan ham birinchi marta tashkil etilishi. Bu yerda bilasizmi, eng odamga g'urur beradigan jihati shundaki, 150 yil oldin tashkil etilgan gazetalarimiz tarixi yoki 70 yil oldin boshlangan televideniyamiz tarixini mana shu ko'rgazma orqali ko'rsangiz bo'ladi. Ko'rgazmadan davriy nashrlar tahririyatlarning ijodiy uchrashuvlari, bosmaxonalarning faoliyati, intervyu va suhbatlar, respublika markaziy va hududiy gazeta va jurnallar, teleradio studiyalarining ish jarayonlari, teledastur va eshittirishlar tayyorlash, materiallar ustida ishlash, tasvirga olish va ovoz yozish jarayonlari muhrlangan noyob eksponatlar o'rin olgan. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist Qobilbek Karimbekov. 47 yildan beri telekompaniyada faoliyat olib borayotgan bo'lsam, men ayrim kadrlarni, ayrim rasmlarni birinchi bor ko'rishim. Bu yerda o'nlab telekompaniyada ishlagan ustozlarni ko'rdim, ularning faoliyati, ko'rsatuvlardan lavhalarni ko'rdim, tarixiy lavhalarni ko'rdim. Misol uchun o'sha paxta terish bo'yicha qahramonlar, misol uchun o'sha kosmonavt uchuvchilar bilan uchrashuvlarligi haqida lavhalar berilyapti. Men o'ylaymanki, bugun birinchi bo'lishi, ayniqsa bayram arafasida bo'layotganligidan men xursand bo'ldim. O'zbekiston matbuoti arxiv hujjatlarida deb nomlangan ushbu namoyishlarda kinofotofono hujjatlari Milliy arxivida saqlanayotgan salkam 100 yillik O'zbekiston matbuoti tarixini aks ettirgan 150 dan ortiq foto hujjatlar taqdim etildi.